Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Efirda Munosabat tok shousining navbatdagi soni. Bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb va shu bilan bir qatorda qiziq. Soliqlar ular nega kerak va bu pullar qayerga ketadi deya nomlangan. Bugun ekspertlar bilan birgalikda ana shu mavzuda bahs munozara yuritishga harakat qilamiz. Soliqlar davlatning asosiy daromad manbaidir. Nega bunday deyapman? Hozir ko'rsatuv davomida ushbu fikrlarning asoslarini keltirishga harakat qilamiz. Ekspertlarimizga esa xush kelibsiz deymiz. Butun dunyoda har qanday jamiyatlar borki, ularning asosini soliqlar tashkil etadi. Chunki davlatning rivojlanishi, davlatning xavfsizligi, mudofaasi, ijtimoiy soha obyektlarini rivojlantirish, infratuzilmasini yaxshilash hammasi bu soliqlarga bog'liq masalalardan iboratdir. Men hozir qisqagina kirish qildim. Keling, mutaxassisning o'zidan umuman soliqlar nega kerak va ular qayerga yo'naltiriladi degan savolga bir javob olsak, marhamat. Juda dolzarb masala ko'tarilgan. Soliqlar yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, davlatning asosiy iqtisodiy moliyaviy manbai hisoblanadi. Biror bir narsa o'zi nega kerak degan savolga javob berishdan avval biz uni ilmiy asosini, o'zi dastlab qanday bo'lgan, qachon bu bo'yicha dastlabki fikrlar qachon paydo bo'lgan degan masalani yoritib berishimiz kerak bo'ladi. O'sha soliq deganda hammamizga ma'lum dastlabki fikrlar o'sha Adam Smith o'zini Xalqlar boyligini tabiati va sabablari degan asarida soliqlar bu davlatni muhim moliyaviy manbasi ekanligini keltirib bergan va soliqlar aniq, adolatli va samarali bo'lishi kerak degan fikr bildirib o'tilgan. Undan keyin o'sha Karl Marks hammamizga ma'lum Kapital asarida soliqlar bu o'sha nafaqat davlatning muhim moliyaviy manbasi, balki bu o'sha ijtimoiy tenglikni ta'minlash kerak. Bu degani nima degani? Ijtimoiy tenglik, ya'ni o'sha moliyaviy resurslarimiz, ya'ni taqsimlanishi, ya'ni aholini o'sha past qatlamigani qo'llab-quvvatlash, ya'ni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida taqsimlanishi mazmunida fikr bildirib budjet shaklda shakllanadi va u keyin taqsimlanadi. Xuddi shunday. Bu o'sha 1867-yilda ahamiyat beramiz. 1867-yilda o'sha Karl Marks tomonidan bildirilgan fikrda hali pensiya tizimi, pensiya hali mavjud bo'lmagan bir sharoitda o'sha soliqlar, ya'ni aholining past qatlamini qo'llab-quvvatlash uchun, ya'ni ijtimoiy tenglikni ta'minlash uchun sarflanadi degan fikrlar dastlab bildirib o'tilgan. Undan keyin o'sha John Maynard Keynes o'sha o'zini iqtisodiy kamsitish degan asarida o'sha soliqlar nafaqat u moliyaviy manba, balki ya'ni o'sha investitsiya va iste'molni rag'batlantirish uchun ham xizmat qiladi degan fikrni bildirib o'tilgan. Bu nima degani? Bu ya'ni o'sha davlat soliqlar orqali tartibga solib turadi. Ya'ni mana misol uchun hammamiz bilamiz, qandaydir inqiroz payti bor. Mana bizda ham bo'lib o'tdi, pandemiya davrida o'sha soliqlarga stavkalarni pasaytirish, imtiyozlar berish, shu orqali davlat soliqlar orqali iqtisodiyotni tartibga solib turadi. Bundan ko'rib turibmizki, mana soliqlar qanchalik muhimligi, qanchalik kerakligi iqtisodiyot uchun qanchalik muhim ahamiyatga egaligini ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Umuman soliq nima, soliq to'lovi tushunchalariga hamkasblarimiz so'rovni o'tkazishgan. Qani ko'ramiz, yurtdoshlarimiz qanday javob qaytarishgan. Marhamat. Nimaga ishlatiladi soliq? Bilmasam, to'g'risi. Bir foydasi tegsa kerakki, to'lansa kerak. Hozir elektronniy bo'lgan hammasi. Ko'proq приложениyalardan. Elektron tarzda to'laydi. Soliq приложение orqali to'laganmiz. Кассу или налоговую инспекцию. Конечно, я иду туда по месту этого, где находится, по району. Оплачиваю с карты или наличными, там очень приятно всегда оплачивать, но оплачиваешь и год ходишь спокойно. Можно через мобильное приложение этот самый солик. Ну, я думаю, удаленно можно платить. В любом терминале, по-моему, сейчас есть. Endi davlat rivojlanadi. Manimcha kelajakda qarshimizdan pensiya chiqamiz bo'lsa kerak. Bu xalq manfaati uchun yaxshidir, soliq to'lab borish. Ijtimoiy sohalarga ajratiladi. Harbiy sohalarga ishlatiladi. Эти налоги идут пенсионерам на пенсии. Пособие инвалидам – это очень благое дело. Налоги поступают в бюджет. А бюджет тратится на социальные льготы. Ну, налог в первую очередь это бюджет государства, это зарплаты бюджетников, это учителя, врачи и так далее.
традиция. Ну, чтобы наша, как говорится, жизнь, государство росло, процветало. Hozirgina tayyorlangan lavhadan ham ko'rdikki, har xil tushunchalar mavjud. Umuman ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga qaratiladi deyilyapti va boshqa turli javoblarni ham eshityapmiz. Umuman olganda mana birozdan avval biz kirish qismida soliqlar nega kerak ekanligi va bu soliqlar davlatning asosiy manbai ekanligi aytib o'tdik va bu umumiy tushunchalar edi. Endi keling, mamlakatimizda soliq mexanizmi, soliq qanday ishlashi, soliq to'lovlarini amalga oshirish jarayonlari bari chuqurroq to'xtalishimiz kerak. Bizda o'zi umuman yalpi ichki mahsulotni necha foizini soliq tashkil etish kerak va bizda bu ko'rsatkich qanday? Undan tashqari qanchasini tashkil etsa bu normal hisoblanadi. 21-asrda oxirgi 2-10 yilligi boshqa bir shiddat bilan kirib keldida mana hayotga. Sababi hamma sohada hozir odamlarda, yoshlarda shunday tushuncha bor, berayotgan ma'lumotning asosi nima? Ishonarli bo'lsin degan tushuncha bor-da. Shuning uchun mana o'sha Adam Smithdan aytib keldi, 18-asrda Fisherda bir yaxshi gapi bor. Soliqlar deydi, jamiyat rivojlanishi uchun to'lovdir deydi. Biz odamlarda shunday bir tabiiy instinktni shakllantirishimiz kerakki, sababi biz pedagog sifatida talabalarga dars beramiz. O'shanda demak, iqtisodiy olimlarning fikri qanday? O'zingiz jamiyatda shakllanish jarayoningizda qanaqa bilimni oldingiz maktabda? Bizlar berayotgan bilimlar. Bizlar o'shani umumlashgan holda demak, yaxshi bilasiz, o'sha 20-yil 1-yanvardan kuchga kirgan soliq kodeksida 16-moddada juda chiroyli ta'rif berdi. Bu yuridik ta'rif. Yuridik ta'rif kodeksda ko'rsatib qo'yilgan. Demak, soliqlar deganda deyapti, O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armalariga to'lanadigan, qarang, undiriladigan emas. Shu yerda ko'p bizlar adashamiz. Undirilmaydi hech qachon. Agar xo'jalik yurti subyekt, jismoniy shaxsmi, tadbirkormi o'sha o'ziga belgilangan soliqni o'z vaqtida to'lasin, hech qanday undirish mexanizmi qo'llanilmaydi. To'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi deb ta'rif berildi. Demak, o'sib keluvchi yosh avlodlar tushunish kerak. Demak, qayerga ekan? Davlat byudjetiga bizlarda to'lovlar ko'p masalan. Telefonga oddiy mana o'zingiz ham vaqtiyarga to'layapsiz. Kamida masalan tarifingiz 60 ming masalan, bilmasam masalan, yo kommunal to'lovlarda elektr energiya boshqa to'lovlar to'layapmiz. Lekin soliqlarda Zarif Husan Bahodirchimi? Qancha sen, 3 xonali kvartirang bor. Kadastr qiymati shuncha. Shuni shu payt to'lab qo'y, tamom. Demak, odamlarda shunday bir jarayon shakllantirish kerakki, demak, soliqlar hisobiga to'g'ri beg'araz ta'rifda aytyapti, beg'araz, lekin majburiy. Soliqlar hisobiga sen moddiy nafni kutma deyapti-da bu yerda. Moddiy nafni kutma. Sen jamiyatning rivojlanishi orqali ko'rasan. Ko'ryapsiz mana hozir nimada O'zbekiston hamma hududida qanaqa ketyapti. Ta'limga qilingan xarajat. O'tgan yil prezidentimiz mana Avloniyda Malaka oshirish institutini qayta ta'mirlangandan keyin borib ochganda bir gapni aytgandi. Ta'limga oxirgi 7 yilda 216 trillion mablag' ajratildi. 216 trillion hazil summa emas. Ta'limni o'ziga deyapti. 216 trillionning oxirgi 7 yilga bo'lib yuboring, bo'lmam degan 30 trilliondan tushadi. Mana nima uchun? Demak, maktab ta'limi nima? Bepul maktab ta'limi. Xudoga shukr, bolalarimiz borib o'qiyapti. Ertalab birsi men abitdan keyin biz, abitdan keyin. Demak, demak biz oilada yo pedagog sifatida yoki mana mutaxassislar sifatida aytishimiz kerakki, xalqimizga, demak, soliqlar hisobiga sen moddiy nafta, demak, maktabda magazindan ruchka olib 100 so'mga 100 so'm puling ketdi, lekin ruchkang qoldi. Lekin soliq to'laganingda sen moddiy naft ko'rmaganingni qanday tushunasan? Demak, jamiyat rivojlanyaptimi? Aholiga, xalqqa qilinayotgan o'sha infrastrukturalar, mana qurilish sohasida, ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash sohasida qurilayotgan islohotlar sen jamiyatda ko'rib turibsanmi? Shu ham nafas yashayapsanmi? Ana shuni ko'r degan mazmun bo'lish kerak-da. Ana shu etapda ketyapmiz. Yaxshi bilasiz, mana byudjet daromadlarini har yili dekabr oyida o'sha Moliya vazirligi bilan Soliq qo'mitasi hisobot berganda ham aytadi. Demak, o'tgan yil islohot degan tushuncha nima uchun kirib kelyapti? Islohot demak mavjud kamchiliklar ko'rib turgan holda kelgusida nima qilsa, qanaqa yo'lda qilsa yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun islohot bu bo'lib turishi kerak. Islohot u soliqdan, u ta'limdan, hamma jarayonda xalq manfaati yo'lida, aholi manfaati yo'lida yaxshilikka bo'ladigan har qanday harakatda islohot bo'lgani ma'qul. Bu ham o'sha jamiyatda aholiga yordam bo'lsin. Xalq kim? O'zbekiston kim? Xalqsiz davlat shakllanib bo'lmaydi. Davlatni moliyaviy barqarorlikni ta'minlab turibdi. Shu moliya barqaror bor ekan, o'zini o'zi tizim ketyapti. Sog'liqni saqlash ham ertalab panikaga bordim masalan. O'sha vrach назначение beryapti, o'sha назначение bilan Xudoga shukr shu lechение olyapman. Hech kim menga "Davay, Husan sen mana bunday" yo'q, u nega? U buni moliyalashtirib turibdi. Kim moliyalashtiryapti? Soliqlar. Siz bilan biz to'layotgan soliqlar davlat byudjetiga tushdimi? Demak, ta'limga, qurilishga, sog'liqni saqlash, mudofaa boshqa deb
sarflanyapti. Ana shundan demak bizlar xalqimizga to'g'ri tushuncha bergan holda ayniqsa yosh avlod ekan. Yosh avlod. Ulkan struktura ishlaydi-da. Ulkan struktura. Hozir fikrlaringizni anglayapmanki, demak biz soliq madaniyati haqida ham gaplashishimiz kerak bugun. Chunki o'zi soliq madaniyati qanday shakllanadi, nima bo'lsa soliq madaniyati yuqoriroq bo'ladi, qanaqa holat bo'lsa soliq madaniyati tushib ketadi. Bunga ham bir alohida to'xtalamiz hali. O'zi tomoshabinlarda ham yana ma'lumot berib o'tsak-da, avvalambor O'zbekistonda ayniqsa soliqlar, qanday turdagi soliqlar mavjud, biz qanday turdagi soliqlarni to'laymiz, chunki majburiy to'lovlar bilan aralashib ketgan joylar ham bor-da, tushunchalar bo'yicha aholimizda. Shunga ham bir aniqlik kiritib olsak-da, undan keyin yana boshqa masalalarga to'xtalsak. Demak, o'sha 20-yil 1-yanvardan kuchga kirgan oxirgi 3-tahrirdagi soliq kodeksi aniq belgilab berildi. Hozir majburiy to'lov degan tushuncha yo'q. Bemalol aytaverish kerak. Oddiy xalqimiz ham sababi, masalan, kimdir injenerdir, kimdir texnolog soliq bo'yicha tushunchasi yo'qdir, lekin uyi bormi, mol mulkini to'layapti, yeri bormi, yer solig'ini to'layapti. Xohlaydimi, yo'qmi? Demak, soliqchi kelyapti. Yoki kelmasa, mana hozir soliq qo'mitasi qoyil qolish kerak. Juda zo'r mobil xizmatlarni tashkil qilib qo'ydi. Uyda o'tirib to'layapti, masalan. To'lovlar qo'yilgan, bu ham alohida masala. 17-moddada aniq ko'rsatib qo'yildi. 9 ta soliq turi, qo'shilgan qiymat solig'i, yuridik nomi u. Yuridik nomi degani kodeksda nima belgilangan o'shanday. Uni boshqa nom bilan ayta olmaymiz. Endi deputatlar o'zgarish kiritib boshqa qilmasa, ikkinchisi aktsiz solig'i aniq yozib qo'yildi. Foyda solig'i, jismoniy shaxslar daromadiga soliq, suv resurslardan foydalangan uchun soliq, yer qa'ridan foydalangan uchun soliq, yer solig'i, mol-mulk solig'i aniq, boshqa qo'shimcha yo'q. Ijtimoiy soliq. 9 ta soliq turi soliq kodeksining 17-moddasida ko'rsatib berildi. Bizlarda maxsus soliq rejimlari degan 18-moddamiz bor. Unda alohida aylanmadan olinadigan soliq turi nima qilindi? Asosiy maqsad sababi kichik biznes rivojlanyapti. Mikrofirmalar tadbirkorlikni qatlami. Mana soliq xodimlari yaxshi biladi. O'sha ma'lum bir oboroti 1 milliardgacha bo'ladigan tadbirkorlik subyektlari aylanmadan olinadigan soliq. Demak 9+1 deb aytsak bo'ladi. Bu ham hammasiga emas. Demak, qaysi korxonani, qaysi tadbirkorlik subyektini faoliyat turiga qarab 4 ta 5 ta soliq turi o'sha korxonani kalendar yil davomida to'lash kerak bo'lgan soliq bo'ladi. Jismoniy shaxs sifatida shaxsan men mana o'qituvchiman, Toshkent davlat iqtisod universitetining dotsentimanmi? Demak, men ayni kunda ish beruvchi tashkilot Toshkent davlat iqtisod universiteti meni daromad solig'imni ushlab qolishga majbur, lekin men o'zim nomimda uy-joy, mol-mulkim bo'lgani uchun men mol-mulk solig'ini to'lashga majburman. Soliqchilar xabarnomani berdi. Men odatda shunday vaqtlarga nima qilganman, prinsip qilganman. Chunki erta bolalar katta bo'lyapti, ko'radi, dadam nima qilyapti, erta boshqa deydi. Shu fevral oyida, masalan, fevral 20siga qolmay mol-mulk solig'ini to'lab qo'yaman. 1 yil to'laydigan solig'im, masalan, 375 ming, masalan, 3 xonali kvartira, o'sha soliq qo'mitasi belgilab bergan ma'lumot asosida to'langan summa. Demak, odamlar o'ylash kerak-da, meni yurtim tinchligi, xavfsizligi, boya Sismondning bir gapi bor 19-asrda aytgan fransuz iqtisodchisi. Soliq bu qurbonlik, lekin bir vaqtning o'zida nafdir. Chunki soliqlar hisobiga inson hayoti va mulki daxlsizdir. Xudoga shukr, tinch zamon o'zini-o'zi bo'lgan yo'q. Bu tinchlikni saqlab turgan o'sha maxsus nimalar ishlayapti, tizim. Nima hisobiga? Moliyalashtirish hisobiga. Soliqlar va ular hisobida yig'ilgan o'sha mablag'lar hisobiga ulkan struktura yuradi, ulkan struktura ishlaydi. Demak, biz anglab oldikki, soliqlar nima uchun va qayerga ishlatilish masalasiga to'xtalib oldik. Ana endi bizda deylik mamlakatimizda mana hozir men mavzuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida anglayapmanki, soliq mexanizmi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, deylik Shvetsiya va Norvegiyada soliqlar yalpi ichki mahsulotning taxminan 50%ni tashkil etadi. Bu yuqori darajadagi ijtimoiy himoya, bepul ta'lim va tibbiyotni ta'minlash imkonini beradi deb o'tilganda. Mana shu masalada bizdagi vaziyat qanday? Bizdagi o'sha yalpi ichki mahsulotni deylik agar bor bo'lsa necha foizini tashkil etishi mumkin va bizdagi bu infratuzilmani, bepul ta'limni barcha sohalarni soliq mexanizmi asosida yuritiladigan sohalarni qamrab olishga va rivojlantirishga qay darajada yetadi o'zi? Mana hozir siz Norvegiya, Shvetsiya to'g'risida ta'kidlab o'tdingiz. Bularda yalpi ichki mahsulotga nisbatan foizi katta bo'lishi mumkin, lekin uning ikkinchi tomoni ham bor, soliq yuki darajasi. Soliq yuki darajasi bu davlatlarda juda ham yuqori. Men ham bu ko'rsatuvga kelishdan oldin aynan shu narsani o'rganib keldim. Ya'ni soliq yuki qaysi davlatida yuqori? Soliq yuki aynan shu Skandinaviya davlatlari, siz aytganingizdek Shvetsiya, Norvegiya davlatlarida eng yuqori, ya'ni 40%, 50% gacha soliq yuki. Bir tadbirkori, demak, 100 so'm daromadini 40 so'mdan 50 so'mdan ortig'i soliqlarga ketadi. Lekin bizda soliq yuki darajasi bir muncha pastroq. Ya'ni bizda o'sha kichik biznes, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash masalalarida o'sha soliq yuki darajasi bizda shu o'rtacha 20% dan sal ortiqroq tashkil qiladi. Shu tomondan olib qaraydigan bo'lsak, soliq yukini qanchalik og'ir bo'lishi
ya'ni o'sha ustoz ham mana yaxshi biladilar, bizda lafir egri chizig'i degan tushuncha bor. Soliq stavkasini oshib borishi bilan, ya'ni soliq tushumlari ham oshib boradi. Lekin o'sha qaysidir darajaga kelganida o'sha soliq og'irlik qiladi tadbirkorga. Undan keyin soliqdan qochishni boshlaydi. Soliqdan qochishni boshlagandan keyin o'z navbatida soliq tushumlari kamayib boradi. Shuning uchun o'sha lafir egri chizig'ida soliq yuki shunday bo'lishi kerakki, qandaydir bir optimal nuqtada ushlab turish kerak. Bu eng asosiy dolzarb masala hisoblanadi. O'sha optimal nuqtada ham tadbirkorga yengillik bo'ladi, ham davlat byudjetiga soliqlar tushumi ortib boradi. Mana hozir bitta ma'lumot bor-da, O'zbekistonda 2023-yilda amalga oshirilgan soliq islohotlari byudjetga tushumlarni 15% ga oshirish imkonini berdi, deyapti-da. Demak, soliq bu yerda soliq miqdori oshirilgani haqida gap ketmayapti, to'g'rimi? Shunchaki soha islohotga muhtoj edi. O'sha islohot amalga oshirildi. O'z-o'zidan yuqorida aytilgandek soliqdan qochish holatlari kamayganini hisobiga erishilyapti, to'g'rimi? Xuddi shunday. Soliq ma'murchiligini to'g'ri yuritilgan, ya'ni tadbirkorlarga imkoniyat berilgani, ularga soliq madaniyati to'g'ri tushuntirilganidan kelib chiqib, ya'ni tadbirkorlar o'z-o'zidan, ya'ni soliqdan qochish uchun emas, soliqlarni to'lash uchun manfaatdor. Ya'ni o'zi mana bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Chet davlatlarda ham bor, bizda ham mana sekin-sekin rivojlanib kelyapti. Men soliq to'lovchiman degan tushuncha bor. Mana misol uchun men soliq to'lovchiman, men soliq to'lab qo'yibman degan gapirganda gapini orasida men soliq to'lovchiman degan iborani ishlatadi. Bizda ham mana soliq madaniyati rivojlanib borgan sari shu narsa shakllanib boryapti va o'z-o'zidan mana o'sha hech qanday soliq anaqasini yukini oshmagani, soliq stavkani oshmagani jihatidan soliq tushumlari siz aytganingizdek 15-20% ga o'tgan yilga nisbatan ortib kelmoqda. Rahmat. Biz hurmatli tomoshabinlar, soliqlar qanday shakllanadi va u qanday paydo bo'ladi? Uni mezonlari bormi? Deylik, miqdorlarini belgilashda degan savollarga ham javob olishga harakat qilamiz. Umuman, soliqlar to'lovlarida biz aytdik yuqorida, bu undirilmaydi, shunchaki o'z xohish ixtiyori bilan to'lanadigan beg'araz to'lov dedik. Endi qanday holatlarda o'zi undirilishi mumkin? Endi avvalambor bilamizki, soliqlar bu davlat va jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi. Bizning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham ko'rsatib qo'yilgan fuqarolarning huquq va majburiyatlari, ya'ni shu majburiyati soliqlarni o'z vaqtida belgilangan tartibda to'lash majburiyatlari mavjud. Endi qarzdorlar to'g'ri ogohlantiriladi, sudlarga beriladi, bir necha bor soliq organlari tomonidan talabnomalar beriladi. Shunga asosan ayrim soliq to'lovchilar ixtiyoriy soliqlarni to'lab bormoqda. Biroq shu holatlar kelib chiqmoqdaki, ayrim soliq to'lovchilar soliq majburiyatlarini o'z vaqtida to'lamasdan, ya'ni o'z vaqtida to'lamagandan keyin soliq organlari tomonidan sudga berib, sud qarori shakllantirilyapti yoki soliq qarorlari asosida soliq qarzdorligini undirish to'g'risida sud hujjatlari shakllanib keldi. Bugungi kunda Majburiy ijro byurosi ish yurituvida shu yilda 2500 dan ortiq soliq undirish toifasidagi ijro hujjatlari mavjud. Mazkur ijro hujjatlarining ijrosi bo'yicha tomonlarga huquqiy tushuntirishlar, ixtiyoriy to'lash uchun ogohlantirishlar, hozir ogohlantirishlar mana ko'rib turibsizki, SMS xabarnomalar yuboriladi, yozma og'zaki tushuntirishlar olib borilmoqda. Biroq soliq to'lovchilar tomonidan ixtiyoriy ravishda ijro harakatlari, ya'ni ixtiyoriy ravishda soliq qarzini to'lamaganligi sababli majburiy ijro harakatlariga kirishilmoqda. Ya'ni qanday? Bu eng oxirgi bosqich, to'g'rimi? Bu, chunki soliq tomonidan bir necha bor ogohlantiryapmiz. Soliq to'lovchi imkoniyati bo'lganda, masalan, imkoniyat darajasida to'lab, ayrimlari soliqdan qasddan to'lamasdan kelmoqda. Buni o'rganib chiqamiz. Jismoniy shaxslar bor, soliq to'lovchi, yuridik shaxslar bor, tashkilotlar bor. Bularning hammasini sud qaroriga asosan ixtiyoriy sudda ham ogohlantiriladi yoki soliq tomonidan tegishli talabnomalar berilib boriladi. Bu borada qilingan ishlarga qaramasdan to'lamagandan keyin davlat ijro idoralari tomonidan soliq qarzini to'lash to'g'risida ogohlantirishlar berilib, ularning mol-mulklari, ya'ni mol-mulklari haqida tegishli so'rovlar yuboriladi, so'rovnomalar yuborilib, mol-mulklari aniqlanadi va mol-mulklariga taqiqlar qo'yiladi. Jismoniy shaxslardan O'zbekiston Respublikasidan chiqish huquqlari cheklanadi. Tashkilotlardan, ya'ni yuridik shaxslardan hisob raqamlariga band solinadi, mol-mulklariga band solinib, majburiy ijro harakatlari amalga oshiriladi. Mana shu
avvalo o'rganib chiqamiz degan qismiga birozdan so'ng chuqurroq to'xtalamiz, chunki bu ayniqsa muhim qismi shu. Hozir esa hamkasblarimiz tayyorlagan lavha bor, ayni mavzuga bag'ishlangan. Tomosha qilamiz. Boshqaruv servis kompaniyalari bilan hamkorlikda ish olib borish. Ma'lumki, ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, boshqaruv organlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda ko'p kvartirali uy-joylarning umumiy mol-mulkini saqlash, undan samarali foydalanish va uni ta'mirlash, ularga tutash yer uchastkasini obodonlashtirish ishlarining izchil amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida davlat rahbarining ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida prokuratura byurosi xodimlari ham boshqaruv servis kompaniyalariga yordam berib kelyapti. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan boshqaruv servis kompaniya faoliyatini rivojlantirish borasida o'tkazilgan yig'ilishdan so'ng Majburiy ijro byurosini bizga biriktirib, yanada qarzdorlar, aholi tomonidan majburiy badallar qarzdorligi oshib ketganligi uchun biz bilan hamkorlikda ishlashga biriktirib qo'yildi. Hozirgi kunda biz Savdo sanoat palatasi bilan boshqaruv kompaniyamiz aholining majburiy badallardan mavjud bo'lgan qarzdorligini sud orqali sudga berilyapti. Suddan chiqqan qarorlarni Majburiy ijro byurosi o'zining biriktirilgan xodimlari bilan, bizning xodimlarimizni olib, ro'yxat asosida kimning qarzdorligi bo'lsa, ro'yxat bilan chiqib joyida undirishlarni amalga oshirib boryapmiz. O'rganib chiqish jarayonida hammasi ham majburiy deylik uni mol-mulkiga, deylik qaysidir huquqlarini cheklashga olib kelishi mumkinmi yoki bundan boshqacha holatlar ham bo'lishi mumkinmi? Marhamat. Avvalo ijro hujjatlari va sud ijro hujjatlari, ya'ni sud hujjatlari, boshqa organ hujjatlari byuro ish yurituviga kelib tushgandan so'ng qarzdorga uning ijrosini ixtiyoriy ta'minlashi uchun 15 kungacha bo'lgan ixtiyoriy muddat belgilanadi. 15 kungacha bo'lgan ixtiyoriy muddat ichida qarzdor o'z ixtiyori bilan ijro hujjati ijrosini amalda ta'minlasa, ya'ni to'lovni amalga oshirsa yoki soliq idoralaridan ijrosini ta'minlash bo'yicha chora tadbirlarni ko'rsa, unga nisbatan hech qanday cheklov qo'llanilmaydi. Ya'ni ijro yig'imi, qo'llaniladigan jarimalar unga tatbiq etilmaydi. Aksincha, unga nisbatan sud hujjati nohaq chiqarilgan bo'lsa yoki soliq organlari tomonidan qarzdorga nisbatan anglashilmovchilik yoki boshqacha tusdagi qarorlar chiqarilgan bo'lsa, u shu muddat ichida mazkur qarorni yuqori turuvchi sudga yoki boshqa organga murojaat qilgan holda shikoyat qilish huquqi yaratib beriladi. O'zini poymol etilgan huquqlarini tiklab, ijro hujjatini bekor qilish chorasini ko'rish uchun qarzdorga imkoniyat beriladi. Agar unga shu muddat yetarli bo'lmasa, u davlat ijrochisiga ijro harakatlarini to'xtatib turish to'g'risida sud ajrimini taqdim qilishi zarur mazkur muddat ichida. Agar to'xtatib turish to'g'risidagi sudning ajrimi davlat ijrochisiga kelib tushsa, u ushbu hujjat mazmunan ko'rilgunga qadar to'xtatib turadi ijro harakatlarini. Hamkorlikda ham ishlar amalga oshiriladi, yo'lga qo'yiladi. Bunda davlat ijrochisi, tuman soliq inspeksiyasi va soliq boshqarmalari xodimlari bilan birgalikda har bir qarzdorlar kesimida ma'lumot almashadi. Ya'ni davlat ijrochisiga qaraganda soliq inspektori ko'proq ushbu qarzdor haqida ma'lumotga ega. U avvaldan soliq to'lovlaridan qochadigan qarzdormi, qasddan to'lamaydigan qarzdormi yoki qandaydir sababli sharoitlar holatga tushib qoldim balki shu holatga kelib qolgan qarzdormi. Davlat ijrochisi mazkur holatlarda ixtiyoriy muddat tugagandan so'ng qarzdorlikni undirish maqsadida majburiy ijro etish choralariga kirishadi. Bunda avvalo qarzdorga tegishli bo'lgan bank hisob, agar u yuridik tashkilot bo'lsa, qarzdorga tegishli bo'lgan bank hisob raqamlariga inkasso topshiriqnomasini yuboradi. Shundan so'ng ham agar qarzdorning hisob raqamlarida pul mablag'lari aylanmasa, uni qarzdorning faoliyat ko'rsatayotgan manziliga chiqib bartaraf etish choralarini ko'radi. Ya'ni qarzdorga tegishli bo'lgan mol-mulklarni ko'zdan kechirish va xatlash choralarini ko'radi. Umuman mana shu deylik o'rganishlar natijasida uni qarz yuklamasdan kechish degan holat va tushunchalar bo'lishi mumkinmi yoki unaqa holat kuzatilmaydimi? Majburiy ijro byurosi organlarining asosiy vazifasi sud qarorlari va boshqa organlar qarorlari ijrosini so'zsiz ijrosini ta'minlash. Davlat ijrochisi sud hujjat va boshqa organlar hujjatini muhokama qilishga haqqi yo'q.
ushbu hujjatni qarzdorga bajarishi uchun ixtiyoriy muddat beradi. Ixtiyoriy muddat ichida yoki ijro hujjatini ijrosini ta'minlashi lozim bo'ladi, yoxud o'zining huquqlarini, poymol etilgan huquqlarini tiklagan holda ushbu hujjatni bekor qilish chorasini ko'rishi lozim. Davlat ijrochisi muhokama qila olmaydi. Tushunarli. Demak, sud qarori bu yerda eng muhim ahamiyat kasb etadi. Rahmat. Birozgina avval soliqlar qanday shakllanadi degan savolga javob olamiz edi. O'zi umuman soliqlar qanday shakllanadi? Buni mexanizmi yoki mezonlari bormi? Daromad oldingmi, soliq to'la degan tushuncha bor. Demak, soliqlarimiz soliqlarimiz daromadga nisbatan bo'lishi mumkin. Daromadga qaratilgan soliqlar va qandaydir obyektga, resursga qaratilgan soliqlar. Bu resursga, obyektga qaratilgan soliqlarimiz, ya'ni yer solig'i, mol-mulk solig'i, yer qa'ridan foydalanganligi uchun soliq, bular o'sha obyektga qaratilgan soliq hisoblansa, daromadga qaratilgan, ya'ni оборотdan olinadigan soliqlarimiz bu o'sha qo'shilgan qiymat solig'i yoki aksiz tovar bo'lsa, aksiz osti tovarlar bo'lsa, aksiz solig'i, o'sha foydasidan foyda solig'i, ya'ni to'lanadi. Shu daromadidan kelib chiqib soliqlar shakllanadi. Ularning miqdori haqida gapirganimizda-chi, nega deganda biz yuqorida misol keltirdik-ku, deylik Norvegiya, Shvetsiyada mamlakatlarda o'sha soliq yuklamasi baland degan shu fikrda aytdingiz. Bizda aksincha ekanligi bu shunchaki bizda o'sha ijtimoiy qo'llab-quvvatlov bilan bog'liqmi yoki bizda o'sha iqtisodiy balans shuni taqozo etadimi? Respublika byudjeti va mahalliy byudjetdan iborat. Byudjetga biz mana ta'rifda aytib qo'ydik. Byudjetga kim nima beradi? Soliqdan keladi daromad dedik. Ras shunday bo'lgandan keyin byudjetimiz soliq tizimi ham ikkiga bo'lindi. Umumdavlat soliqlari, mahalliy soliqlar. Keyin har bitta men boya aytganimdek, yil yakunida o'sha deputatlar o'sha mavjud O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy holatni ko'rib chiqib, qaysidir soliqlar to'liq respublika byudjetiga yo'naltiriladi, qaysidir soliqlardan ajratmalar ma'lum bir qismi mahalliy byudjetga ajratmalanadi. Demak, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy hamma rayon bir xil rivojlanmagan. Xuddi shunday soliqlar stavkalarini belgilashda ham mana kecha o'sha 20-yil 1-yanvardan kuchga kirgan soliq kodeksida ham deyarli aksariyat soliqlar o'zgarmadi. Mana kecha 23-yil 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi 12%, mana hozirgi davrda ham 12%. Soliq yana bitta yaxshi tomoni 25-yil 1-yanvarda belgilangan soliqlar 31-dekabr o'zgarmaydi. Yil davomida shu o'sha O'zbekiston Respublikasi mana 11 14 qonunlar qabul qilindi. O'sha qonunlarda stavkalar aniq ko'rsatib qo'yilgan. Sababi tadbirkorlik subyekti o'zining biznes planini qilib olish kerak, shunga qarab. O'zgarmaydi. To'g'ri, masalan, erta prezidentimizning farmoniga binoan, masalan, 1-maydan ish haqi, pensiya, stipendiyalari oshirilsin dedi, masalan. Unda mehnat haq to'lashning eng kam miqdori oshadi. Lekin nima o'zgarmaydi? Demak, bizlar o'sha bilib turibmiz. Foyda solig'i 15, qo'shilgan qiymat solig'i demak 12. Lekin o'zgarmaydi deyapmiz-ku, lekin baribir shu miqdor deylik 1 million so'mdan olinadigan 15% 150 ming so'm bo'lsa 1 million 100 mingdan olinadigan holatda ham yana 15% olinadi baribir. Endi bu yerda bunaqada, mana Sertaga aytdik-ku mana sizga. Bizlarda umuman xalqaro tan olingan amaliyotda 4 xil soliq stavkasi bor. Proporsional, progressiv, regressiv, qat'iy so'mda butun dunyoda bor. Endi hamma davlat o'zining ijtimoiy-iqtisodiy holatidan kelib chiqib 2019-yilgacha salkam 25 yil O'zbekistonda daromad solig'i progressiv bo'ldi. Progressivda bitta yaxshi tomoni bor. Eng kam ish haqi bir baravargacha 0. Demak 0 degani har qanday sonni matematikada o'tganmiz, 0 ga ko'paytirsa 0 bo'ladi deb. 0, 7,5, 16,5, 22,5. Men oxiri 2018-yildagi nimani aytayapman. 2019-yil 1-yanvardan boshlab, demak, progressiv shkaladan kechildida proporsional stavkaga o'tildi. Demak, men birinchi aytgan gapim, jamiyatda, demak, iqtisodchi olimlar, deputatlar, o'sha mutaxassislar ko'rib chiqqan holda qayerda agar kamchilik bo'lib, agar yana ham yaxshilash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, progressiv shkalaga qaytish ham mumkin. Lekin hozircha proporsional stavka. Bu o'zini oqlayapti hozir. O'zini oqlayapti. 8% ijtimoiy sug'urtaga ajratma bor edi. U mana shkaladan tashqari. Hozir katta nima bo'ldi nimalarda? Mehnat haq to'lashning eng kam miqdori degan tushuncha 2019-sentyabrda kirib keldi. Ilgari eng kam ish haqi derdik. Eng kam ish degan tushuncha yo'q. Mehnat haq to'lashning eng kam miqdori 202.730 edi. Hozir 1.155.000. Ba'zi hisoblashimiz hozir 2018dagi eng kam ish haqidan ko'p. 375.000. Nima deydi? Men masalan ideal demoqchi emasman. Postepенно ketyapti. Faqat addachi bo'lish kerak. Addachi qayerda bo'lish kerak? O'sha nima mana biz ayniqsa mana pedagoglarimiz katta kontingentda o'qitamiz. Talabalarda shunday bir immunitet shakllantirishimiz kerakki, yurtga sodiqlik, o'sha haqiqatan shu soliq meniki, erta meni nimamga naf tegadi degan narsani tushuntirib borsak,
demak ertaga biz samarasini ham ko'ramiz. Bu ketyapti bu jarayon. Sababi o'zi qo'ymaymiz, sababi nima dedi prezident aytdik, orqaga qaytishga yo'l yo'q, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Mana bizlar Uchtepa налоговыйda filial ochdik. Uchtepa soliq inspeksiyasida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining filiali bor. Maqsad nima? Ana talaba mana nazariy bilimni Zarif Husan degan domla bergan nazariy bilimni aniqda Ulug'bekga degan mutaxassisdan aniq ko'ryapti. Mijoz kelib o'tiribdi aytdi. Amaliyotda mijoz kelib ko'ryapti, hisobot topshirishni ko'ryapti, soliqlar to'lashini ko'ryapti. Bolada ishtiyoq, kasbiga bo'lgan ishtiyoq. Kasb bo'lgan ishtiyoq shakllanyapti. Tushunarli. Biz mavzuni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali e'lon qilganimizda juda ham ko'plab savollar kelgan. Ularning aksariyati o'sha soliq imtiyozlari bilan bog'liq. Hurmatli tomoshabinlar, biz bu savollarga ham javob olishga harakat qilamiz. Kuzatib turing. Endi birozdan avval biz soliqdan qochish degan tushunchani ham aytib o'tdik-da. O'zi soliqdan qaysi paytda qochiladi? To'g'rimi? Qanaqa holatda deylik, bu soliq madaniyatining baland emasligidan dalolatmi yoki buni boshqa sabab va omillari ham bormi? Masalan, deylik, o'z-o'zidan o'sha yashirin iqtisodiyot, deylik, bizda ham tan olingan yashirin iqtisodiyot bor, miqdori, foizi. Umuman o'z-o'zidan mana shu jihatlari yo'l ochadi-da. Soliqdan qochish nega shakllanadi? Umumiy holatda ikki xil bo'lishi mumkin. Soliqdan qochish. Birinchisi qasddan, ikkinchisi bilmasdan turib. Qandaydir ehtiyotsizlik oqibatida yoki xato qilish oqibatida soliqdan qochish mumkin. Bu nima desa bo'ladi? Soliq qonunchiligini yaxshi bilmaganlik, soliq to'g'risidagi qonunchilikni, soliqlar qanday hisoblab chiqarishi yoki buxgalteriyani to'g'ri shakllantirmasligi oqibatida soliqdan qochish holatlari kelib chiqishi mumkin. Misol uchun unga bizni soliq qonunchiligimiz shunday imkoniyat berganki, uni bartaraf etish uchun biz bir necha marta soliq to'lovchiga imkoniyat beramiz. Bizda hozir mana axborot tizimlarimiz, raqamlashtirish jarayoni shu darajada jadal rivojlanib keldiki, soliq to'lovchini huzuriga bormasdan soliq to'lovchini topshirgan hisobotlariga asosan biz deyarli 500 ta mezonga asosan biz uni kamchiligini chiqarib turamiz unga. Mana bu hisobotingni mana satri menga to'g'ri kelmayapti. Buni to'g'rilab qo'y. Mening buncha daromad olgansan, lekin bu joyingda buncha daromad. 500 ta mezon, deyarli 500 ta mezonga asosan biz soliq to'lovchini huzuriga bormasdan turib, avtokameral tizimi orqali uni xatolarini to'g'rilab turishga imkoniyat berganmiz. Ya'ni yaratilgan shu tizim. Bu nima beradi bizga? Bu ya'ni o'sha soliq to'lovchini avtomat qandaydir xatolarni qilmasligiga olib keladi. Ya'ni o'z-o'zidan uni hamma narsasini to'g'ri shakllantirishga biz zamin yaratib berganmiz. Lekin shunda ham qasddan qochish holatlari baribir guruch ko'rmaygisi bo'lmaydi deydi-ku, amaliyotda uchrab turadi. Bularga nisbatan biz qat'iy choralar ko'rganmiz. Qonunchiligimizda ham belgilab qo'yilgan o'sha soliqdan qochish uchun, soliqqa huquqbuzarlik uchun javobgarlik choralari bor, jarima miqdorlari qat'iy belgilangan. Ular bo'yicha o'sha soliq to'lovchiga nisbatan tegishli tartibda tekshiruvlar o'tkaziladi. Undan keyin o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etamiz bu ma'lumotlarni. Umuman olganda o'zi soliqdan qochishning subyektiv va obyektiv sabablari ko'p va siz keltirgan sabab va omillar ham bunga olib kelishi mumkin. Deylik, mahallamizni ko'chasi yaxshi bo'ladi agar soliqni vaqtida to'lab qo'ysa, to'g'rimi? Ana shu soliq to'lovchi mahallasining ko'chasi yaxshi bo'layotganini ko'rsa, o'z-o'zidan soliq madaniyati oshishni boshlaydi deyilyapti-da. Biz soliq bunga ketadi deganimiz bilan o'sha aytayotgan sohalarimizni rivojlanishini deylik soliq to'lovchi ko'rmasa, o'z-o'zidan teskari effekt boshlanishi mumkin-da. Lekin biz xursand bo'lishimiz kerak mana shu jihatga. Men soliq to'lovchiman va biz haqiqatan ham birozgina avval o'sha tibbiyot sohasidagi xizmatlarni keltirib o'tdingiz. Demak, amaliyotda ko'ryapti va o'z-o'zidan men soliq to'lovchiman degan tushuncha shakllanishni boshlayapti. To'g'rimi? Yurtdoshlarimizdan kelgan savollarga to'xtalaylik. Imtiyoz masalasida qanday holatlarda va yoki aholining qaysi qatlamlari uchun imtiyozlar belgilangan soliq masalasida bormi? Soliq imtiyozlari o'sha bizlarda hozir davlat shunday bir jarayonda ketyaptiki, o'sha dunyo iqtisodiyoti ko'rib turibsiz, qalqib turibdi. Shunday jarayonda biz o'zimizni bir barqaror nimani, aholini tadbirkorlik ish bilan bandligini ta'minlashga qaratilgan yo'nalishda ketishimiz kerak-da. Shuning uchun sohalar bo'yicha ham, hududlar bo'yicha ham mana oddiy 287 prezidentimiz farmoni 2003-yil 1-yanvardan kuchga kirdi. 20 ta hudud bor. Masalan, Jizzax viloyati Arnasoy tumani masalan. Andijon viloyati Bo'ston tumani masalan. Qoraqalpog'istonda 7 ta tuman bor. Siz Baxtiyor aka mahalliy investorsiz, yaxshi mablag'ingiz bor. Toshkentda trikotaj fabrikangiz bor. Siz o'sha Jizzax viloyati Arnasoy tumanida agar trikotaj fabrikasini shakllantirsangiz, u yerda ish o'rin shakllantirdingiz. Mayli 100 kishi emas, 20 kishi ish bilan ta'minladingiz. Foyda soliq stavkasi 26-yil 1-yanvargacha 1%. 15 qayerda, 1 qayerda. Siz
men mahalliy investor, men faqat Toshkentda ishlab nima qilgandan ko'ra o'sha hududni rivojlantiryapman. O'sha Arnasoy tumanida yoki Qashqadaryo Dehqonobod tumanida o'sha ish o'rini yaratdimmi, ana odamni oilasi tinch bo'ladi. Davlatning eng katta muammosi bittasi aholini ish bilan ta'minlash. Qarang, bitta foyda solig'idan, aylanmadan soliq, ijtimoiy soliqdan 1% stavkasi. Hisoblab chiqilgan yer solig'i va mol mulk soliq stavkalari 2023-yil 1-yanvargacha 26-yil 1-yanvargacha 1% to'lanadi. Bu ham nimaga? Demak, hudud rivojlansin. Xohlaymi O'zbekiston 448 ming kvadrat kilometr, 14 ta hududiy birlik, Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi 12 ta viloyat. Demak, xohlaymizmi yo'qmi, ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun 60-moddada konstitutsiyamizda zo'r band yozilgan. Demak, fuqarolar qonunda belgilangan soliqlarni to'lashga majburdilar. Plus 149-moddada O'zbekiston Respublikasi yagona soliq tizimi amal qiladi. Qo'llab-quvvatlashimiz kerak sohalarni. O'sha hududni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Daromad solig'idan, daromad solig'i, yo bo'lmasa pensionerlarga mol mulk solig'idan 60 kvadrat metr nasib hammamiz pensiya yoshiga yetaylik. 60 metr kvadrat pensioner uchun mol mulk solig'idan ozod qilinish katta narsa. Bir 3 xonali kvartira eng nimasi 72 kvadrat metr. Men masalan oddiy mana mol mulk solig'ini to'laganman, sizga aytdim 375 ming. Daromad solig'idan agar 2 xonali kvartirasi bor pensioner to'lamaydi degani nima? Mol mulk solig'ini to'lamaydi degani. Nima uchun? Odam xohlaysizmi yo'qmi, pensiya yoshiga yetganda biroz bo'lsa ham 40-35 yoshdagi yigitga nisbatan sal nimaga, soliqqa, boshqaga yordamga muhtoj bo'lib qoladi. Ustoz, hozir fikringizni davom ettirasiz. Mana shu pensionerlarga berilgan imtiyozlar haqida to'xtaldingiz-ku, biz mobil ilovalar orqali ham soliq to'lash imkoniyatiga egamizda. Mana shu mobil ilovalarda ham imtiyozlar belgilangan bo'ladimi? Chunki xuddi shunga o'xshagan savol ham kelganda bizga. Albatta. Bu hozir mana yuqorida aytib o'tdik, mobil ilova raqamlashtirish juda jadal rivojlangan. Ayniqsa bizning soliq tizimimizda buni namunasini ko'rishingiz mumkin. Mana misol uchun birgina mobil ilova orqali siz butun boshli o'zingizni xonadoningizning yer solig'i, mol mulk solig'i qancha hisoblanganligi, qancha to'lashingiz kerak. Nafaqat o'zingizni, balki ota-onangizni soliq qarzi bormi, ota-onangizni nomidagi uy-joylar bo'yicha uni ko'rishingiz mumkin, unga to'lashingiz mumkin. Undan tashqari mana ustoz yuqorida aytib o'tdilar, imtiyoz bo'lsa, mana hozir deyarli barchada kontrakt to'lovlari bor, deklaratsiyadan qaytib olish tartibi, u hammasini birgina shu mobil ilova orqali amalga oshirish mumkin. Ya'ni deklaratsiyani qaytarib olish bo'yicha ariza yuborib, belgilangan tartibda o'sha daromad solig'idan imtiyozni qaytarib olish imkoniyati yaratilgan. Yana bir amaliyot yo'lga qo'yilganda, mana shu mobil ilovalar orqali mana o'z foydalanganimizda ota-onasini qarzi degan joy ham bor, to'g'rimi? Delik, menda agar delik meni ota-onam pensiya yoshida bo'lsalar, va ularda siz aytganingizdek qaysidir imtiyoz qo'llanishi kerak. Men ota-onamni qarzini to'lasam agar shu imtiyozdan foydalana olamanmi yo'qmi? Albatta. Imtiyozni kim to'lashiga uchun emas, imtiyoz kimning nomidaligi, ya'ni uy-joy ota-onangiz nomidami? Bu avtomat ota-onangiz pensiyada bo'lsalar, u avtomat ularga imtiyoz qo'llaniladi. Delik, men borib to'lamayapman, ilovadan orqali to'layapman, bu avtomat tarzda amalga oshiriladi. Albatta. Ota-onangiz pensiyada bo'lganlar uchun o'sha pensiya idorasidan o'zi avtomat ma'lumot integratsiya qilingan, shakllanadi. Imtiyozi bilan imtiyozini chegirib tashlagandan keyingi qolgan soliq summasi qolgan bo'lsa agar, uni siz bemalol o'sha imtiyozni qo'llagan holda siz ota-onangizni qarzini to'lashingiz mumkin. Rahmat. Endi biz asosan o'sha aholining keng qismi haqida fikr bildiryapmiz-da. Bu yerda o'sha biznes vakillari, tadbirkorlar ham tomosha qilishyapti bizni. Ularni ham bar imtiyozlari, qo'llab-quvvatlari haqida gapirishimiz kerak. Nima haqida aytmoqchiman? Deylik, qat'iy belgilangan soliq tizimi bo'yicha normalar bor, tartiblar mavjud, to'g'rimi? Va bunga hamma amal qilish kerak. Bu qonun bilan belgilab qo'yilgan. Ana endi yakka tartibdagi tadbirkor, mas'uliyat cheklangan jamiyat, boshqa qandaydir har xil ko'rinishlarda faoliyat olib boradi-ku, to'g'rimi, tadbirkorlarimiz? Ularni ichiga kirish masalasi bormi? Aytmoqchimanki, yakka tartibdagi tadbirkorda deylik, qanaqadir ish jarayonida orqaga ketish, daromad pasayib ketish holatlari kuzatilishi, qaysi tartibda faoliyat olib borishdan qat'iy nazar o'sha tadbirkorning ishida shunaqa holatlar bo'lyapti. Uni qo'llab-quvvatlash masalalari bizni soliq ma'murchiligimizda qay darajada nazarda tutilgan? Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash masalalari juda ko'p jihatlari bor, qonunchilikda ham belgilab qo'yilgan. Mana hozir yakka tartibli tadbirkor deyapsiz. Yakka tartibli tadbirkorga shunday imkoniyat berilganki, yakka tartibli tadbirkor hech qanday soliq hisobotlarini taqdim qilishi majbur emas. O'sha belgilangan qat'iy miqdordagi soliq summasi bor. Shuni bir oyda bir marta to'lab qo'yishi mumkin.
u misol uchun alohida bir buxgalteriya olib, buxgalteriya yuritib, buxgalterga alohida xarajat qilib, yakka tartibdagi tadbirkorga shunday imkoniyat berilganki, u o'sha belgilangan soliq summasi bor, bir oyda bir marta to'lab qo'yadi. Agar o'sha hozirgidek siz aytganingizdek qandaydir faoliyati to'xtab qoladigan bo'lsa, u belgilangan tartibda o'sha davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsa, faoliyatini vaqtincha to'xtatish bo'yicha, unga o'sha har oy hisoblanadigan soliqlar avtomatik ravishda to'xtatiladi. Ya'ni uni biz o'sha faoliyati yuritmayotgan vaqtida unga qo'shimcha soliq yukini yuklamaslik maqsadida shu tartib amaliyotga joriy qilingan. Rahmat. Deylik bizda soliq ma'murchiligi yoki mexanizmi qay darajada samarali yo'lga qo'yilganligini deylik mana hozir deylik majburiy ijro byuro tizimi va ularni o'sha sud qarorlarini ijrosini ta'minlashi bo'yicha mexanizm joriy etilganiga bir necha yillar bo'ldi, to'g'rimi? Tahlillar bo'lsa kerak. Men aytmoqchimanki, majburiy ijro byurosi vakillariga bo'layotgan yuklama o'sha ish jarayonida kamayyaptimi, ko'payyaptimi? Chunki bu juda ham muhim bu narsa. To'g'ri aytib o'tdilar, mobil ilova to'g'risida bizda ham raqamlashtirish siyosati dolzarb bo'lib, oxirgi yillarda byuro faoliyatidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish juda ham samarali amalga oshirib borilmoqda. Buni to'lov tizimlarida amalga oshirayotgan islohotlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bilasiz, oldin fuqarolar qaysidir tashkilotga borib to'lovni amalga oshirsa, davlat ijrochisiga yozma yozib berilgan ma'lumotnomani olib taqdim etishga majbur edi. Hozir agar fuqaro soliq to'lovini soliq idorasiga borib yoki mobil приложение orqali soliq idorasining hisob raqamiga to'lagan taqdirda byuroning axborot tizimida ham soliq to'lovlari deb ko'rinadi. Qarzdorlik avtomat ravishda kamayadi. Bundan tashqari qarzdorga berilgan ogohlantirishda ijro ishi raqami ID raqam sifatida kiritilgan bo'lib, qarzdor masofadan turib byuro organlariga murojaat qilmasdan mazkur qarzdorlikni qoplashi mumkin. Xohlasa bank kassalaridan, xohlasa mobil ilovalar, bunga hech qanday to'sqinlik yo'q. Yana bitta narsani aytishimiz joizki, 24-noyabr 2020-yilda prezidentimizning PF 6118-sonli farmonlari bilan byuroda tumanlar aro bo'limlari faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, soliq qarzdorliklar dastlab tumanlararo bo'limlariga yetib borib tushadi. Tumanlararo bo'limi davlat ijrochilari tomonidan qarzdordan masofadan turib ijro harakatlari amalga oshiriladi. Ko'p holatlarda qarzdorga ogohlantirishlar yetib bormagan bo'ladi organlar tomonidan yoki qarzdor o'zini shaxsiy kabinetini ochmagan, unga xabarnomani ehtiyotsizlik oqibatida soliq to'lovini to'lamaganlik holatlari juda ham ko'p. Yoki yashash manzilida bo'lmaydi va o'z-o'zidan o'sha xatni olmagan bo'ladi. Ushbu holatlarda davlat ijrochisi uni maksimal ogohlantirish chorasini ko'radi. Shunda ishlarning deyarli yarmi tumanlararo bo'limida to'lanishiga erishilmoqda. Qarzdorlarning ogohlantirilishi natijasida. Bu tizim masofaviy, ya'ni siz uyga bormasdan, manzilga chiqmasdan ijro harakatlarini amalga oshirish samara bermoqda. Axborotlashtirilgan deyapmiz-ku, mana raqamlashtirish bu juda ham muhimda. Deylik, uni qaysidir huquqlar cheklandi. Misol uchun deylik, chet davlatga chiqa olmaslik bo'yicha taqiq qo'yildi, chiqish bo'yicha. Endi deylik, bu majburiyatini bajardi, o'sha qarzlar, mavjud qarzlar hammasi bartaraf etgandan keyin avtomatik tarzda bu cheklov olinadimi? Nega? Chunki o'sha savollar kelganda to'lab bo'lgan edim, lekin aeroportga borsam o'sha taqiq hali ham turgan ekan degan fikrlar ham borda. Bu raqamlashtirish bo'lgandan keyin bu masalalar qanchalik yechilyapti o'zi? Soliq organlaridan kelib tushayotgan ijro hujjatlarini o'zi ikki toifada kelib tushadi. Ya'ni sud qarorlariga asosan va boshqa organlar, ya'ni soliq organlarini o'zi qaror qabul qilgan hujjatlar bo'yicha. Davlat ijrochisi tomonidan faqatgina sud qarorlari asosida fuqaroning respublikamizdan tashqariga chiqish huquqlari cheklanadi. Soliq organlarining to'g'ridan-to'g'ri beradigan qarorlari bo'yicha bu huquq cheklanmaydi va davlat ijrochisi tomonidan agar unga axborot tizimi orqali to'lov amalga oshirilganligi to'g'risida axborot kelib tushishi bilan bir vaqtda ijro hujjati bo'yicha avtomatik cheklovni yechishga so'rov yuboriladi va tegishli idoralar tomonidan mazkur taqiq yechilishi ta'minlanadi. Qo'shimcha bormi? Endi ijro harakatlari davomida to'g'ri qarzdor ogohlantiramiz, ogohlantirgandan keyin o'sha qarzdorligini to'lash to'g'risida birinchi ogohlantirganda qarzdor tomonidan ixtiyoriy to'lash holatlari bo'lgan. To'lagandan keyin qarzdorlik ko'rib turibmizki, avtomatim
birdan qarzdorlik so'nadi, bizada ko'rinadi, taqiqlar ham bir vaqtda o'zida yechilib ketilyapti. Lekin qarzdorlik to'lanmagan holatlarda biza qarzdorga bir necha bor ogohlantirganimizdan keyin ularni mol mulkini, ya'ni nafaqat chetga chiqish huquqi yoki borib uyida mulkiy ahvolini ham ko'zdan kechiriladi. Ayrim soliq to'lovchilar bor, imkoniyati bo'lib turib to'lanmaydiganlar bor. Ularni borib mol mulkini o'rganamiz, to'lov qobiliyati bo'lsa birinchi ehtiyojdan tashqari, ya'ni mol mulklar xatlanadi, xatlangandan keyin tegishli tashkilotlar tomonidan u baholanib, realizatsiyani sotib, soliqqa o'tkazish choralari ham ko'riladi. Shu jarayonda ayrim soliq to'lovchilar qarzdorlikni to'lash holatlari ham ko'rilmoqda. Bundan tashqari tashkilotlar bor, yuridik tashkilotlar bularni soliq qarzini to'lash to'g'risida ogohlantirib, hisob raqamlarga taqiq qo'yib, barcha o'sha qonunda belgilangan ijro harakatlari amalga oshirishga qaramasdan to'lanmagandan keyin biz o'sha korxona joylashgan manzil bo'yicha yoki joylashgan manzil bo'yicha chiqilib, mulk ahvoli ko'zdan kechirilib, qarzdorda o'sha undiruv navbati bor. Undiruv navbati bo'yicha qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Undiruv navbati bo'yicha mol mulklari xatlanib, ana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmiz. Borib o'sha texnikasi, avtotransport vositasi yoki ko'chmas mulklari yoki o'sha ofis mebellari xatlanib, soliq qarzini qoplash harakatlari amalga oshirilmoqda. Rahmat. Ustoz, yana sizga yuzlanamiz. Ta'lim jarayonlarida ishtirok etyapsiz. Mana shu bizni soliq tizimimizda ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ishtirok etyapsiz. Umuman biz jamiyatda soliq madaniyatini shakllantirish, bu soliq majburiy to'lov emas, beg'araz to'lov ekanligini anglatish borasida bugun biz yo'lga qo'yilgan tizim va uni qaysi jihatlarini biz o'zgartirishimiz kerak yoki agar tizim mukammal bo'lsa, oqsayotgan joylarimiz qayerda? Mana shu bo'yicha ham bir bugun soliq tizimiga kirib kelayotgan mutaxassislarni tayyorlash masalasiga bir e'tibor beriladimi? Iqtisodiyot universitetida yaxshi bilasiz, mana 7-fevral o'tgan yili Toshkent moliya instituti, fiskal institut uchalasi birlashib katta universitet maqomi nima qilindi. Asosiy maqsad shu bizlarni o'sha prezidentimiz qaroridan yozib qo'yibdi. Rivojlangan top 300 talikka kiruvchi nimalar oliy ta'lim muassasalarini dasturlarini hozir soliq sohasida ham biz xuddi shunday o'sha eng kuchli 500 talikka kiruvchi oliy ta'lim muassasalarini o'quv dasturini olyapmiz. Bu nafaqat O'zbekiston soliq tizimidagi, hozir mana yashil iqtisodiyot degan tushuncha ketyapti, xabaringiz bor. Energiya resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan nima ketyapti. Bu bo'yicha ham soliq bo'yicha katta nima imtiyozlar berildi. Ana shularga moslashgan holda bugungi kun talabamiz nafaqat mahalliy iqtisodiyot kadri, butun jahon nimasini bozorini kadri bo'lib yetishiga qattiq urg'u berilgan. Sababi mana ingliz tili gruppalarimiz bor. Shu talaba o'sha nimaga birinchi kursdan kirdimi, adbor bo'ladi. Alohida fanlar, buxgalteriya, soliq, moliya fanlari ingliz tilida o'qitiladi. Bir. Ikkinchisi sabab nega? Ertaga u faqat O'zbekiston soliq bilan cheklanib qolmasi kerak. Soliq qo'mitasi mana oxirgi 3 yilda yaxshi loyiha qilgan Intax olimpiada nimasi. O'sha SNG davlatlar o'rtasida o'sha iqtidor talabalar olimpiadasi. Mana xudo xolasa mana aprel 20sida bizning universitet ham Rossiyaga boradi. Talabalarimiz qatnashadi. Maqsad nima? Bugungi kun talabasi xohlaysizmi, Baxtiyor aka, nazariy bilimdan tashqari siz bilan bizdan mobil xizmatlarda, interaktiv dasturiy mahsulotlar yaxshi biladi. Shuning uchun pedagog undan lokomotiv bo'lishga oldinda bo'lish kerak. Albatta. Shuning uchun pedagog kadrlarga ham shunday talab qo'yildi. Nima o'qituvchilar o'zini nimasi bo'yicha soliq qo'mitasi va uni hududiy bo'limlarida stajyorlikka boradi. Chunki men masalan ertaga men foyda soliqini o'tayapmanmi? Foyda soliq bo'yicha bugungi dasturiy mahsulotlarni bilmasdan turib bolaga aytsam, ertaga bola meni o'tib ketadi. Shuning uchun asosiy qo'yiladigan talab rahbariyatda ham talabi ta'lim sifati. O'qituvchi xohlaymizmi yo'qmi har sohada masalan maqola chiqaryapmiz, boshqa qilyapmiz, chet el olimlarini o'rganyapmiz. Yevropa soliq tizimi qanaqa, Amerika soliq tizimi qanaqa, mana Indoneziya, Singapur soliq tizimi qanaqa o'rgangan holda, demak ilmiy maqolalar mana PhD, BC zashtalar bo'lyapti. Mana soliq qo'mitasi ba'zida bir loyihalarga nimaga chaqirib qoladi, bahs munozaralarga. Demak bizlar nazariy bilimlarda sizlarda qanday, bizlar amaliyotda mana shunaqa degan mazmunda bu talabalarimiz ham ko'rib turibdi uni. Xudo xolasa shu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining talabalari bu aytganimdek filialda ham bekordan-bekor yo'lga qo'yilgani yo'q, fan, ta'lim ishlab chiqarish uyg'un holda ketsin degan mazmun bo'lyapti. Shu tizimda ketyapmiz. Rahmat. Bildirilgan fikrlar uchun, taqdim etilgan javoblar uchun ekspertlarimizga rahmat deymiz. Hurmatli tomoshabinlar, siz O'zbekiston telekanalida Munosabat tok-shousining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Biz ushbu dasturimizda soliqlar, ular nega to'lanadi, biz qanday soliqlarni to'layapmiz va biz to'layotgan soliqlar qayerga yo'naltiriladi? Ana shu savollarga javob olishga harakat qildik. Kelgusi sonlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.